Bugun shoxobchamizga buyum hamda xodim qo'shishni ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi buyum qo'shib olaylik. Demak, buyumni nomi. Kunlik ijaraga beradigan har qanday buyumni qo'shish mumkin. Masalan, lesa aniq nomini yozish kerak. Lesani turi ko'p hozir. 1 metrlisi bor, 1.75 bor, 2 metrlisi bor. Shunga qarab turib, misol uchun 1 metrli lesadan jamisida nechta bor? Misol uchun 15 dona bor. Kuniga qanchaga ijaraga berasiz? Misol uchun 1,5 ming so'm. Hop, tasdiqlaymiz. Demak, bu yerda bosizda mana ombordagi buyum ko'rinishni boshlaydi. Bu yerda nima ko'rinib turadi sizda? Demak, buyumning nomi, umumiy soni, ombordagi qoldig'i. Ijaraga berilgan sari ombordagi qoldiq pasayaveradi. Ma'lum bir o'sha miqdorga yetgandan keyin sarg'ayishni boshlaydi, ya'ni kam qolyapti turgan. To'liq tugasa qizarib qoladi shu yer. Ijara narxi. Ijara narxini ham bu yerda ko'rinib turadi. Xo'p, ijara narxi shunaqaki, siz kirib xohlagan paytingizda ijara narxini, misol uchun, yana yangi sotib oldingiz, 20 ta qildik. Ijara narxini ham o'zgartirmoqchisiz, 2000 so'm qilib. Demak, tasdiqlasangiz, avtomatik o'zgarib qoladi bu. Lekin eski narxda olganlar o'sha eski narxda hisoblanaveradi. Faqat yangi narxni o'zgartirganingizdan keyin olgan odamlarda shu yangi narx bilan ketadi. Bu narsalarga xodimingizda do'sti bo'lmaydi. Xodimlar bu narsalarni o'zgartira olmaydi, faqat siz o'zgartirasiz. Yana bitta buyum qo'shaylik. Mana lesani 1.75 ligi. Bir narsani e'tiborga olasizlar, o'zgartirishda buyumni nomini o'zgartirmaymiz. Shuning uchun yaxshilab nima qilib yozish kerak bo'ladi. Birinchidan 50 ta deylik. Ijara narxi 2,5 ming so'm. Qo'shildi, mana omborda buyumlar soni 2 taga chiqdi. 1.75 hamda 1 metr. Hop, endi keyingisi xodim qo'shamiz. Demak, ismi misol uchun Abdulloh Salimov degan yigit bo'lsin. Hop, unga telefon raqam, demak, telefon raqam esda qolishligi uchun hammasini 999 qilib chiqamiz. Hop, shu yerga telefon raqamini to'g'ri yozish kerak. Sabab telefon raqamiga kirish kodi jo'natiladi, paroli jo'natiladi, avtomatik hosil qilinadi. Keyinchalik o'zi o'zgartirib oladi. Ism, familiyasini, telefon raqamini, kirish kodlarini o'zi o'zgartira oladi keyinchalik kirib. Lekin telefon raqami noto'g'ri yozilsa, bu boshqa odamga ketib qoladi. Unda o'chirib boshqatdan xodim qo'shish kerak bo'ladi. Demak, tasdiqlashni bosamiz va yangi xodim qo'shildi. Endi xodimning telefoniga o'zini kirish kodi jo'natiladi. Demak, biz nima o'zgartira olamiz? Xodim qo'shilgandan keyin hamma narsani xodimni o'zi boshqaradi. O'zini shu akkauntini o'zgarishlarini o'zlari boshqaradi. Lekin telefon o'zgarsa bizda ko'rinib turadi. Xo'p, biz nima qila olamiz? Demak, xodimni 3 xil holat. Bu faol ishlab turgan xodim. Agar ishlamay turgan bo'lsa, nofaol qilib qo'ysak, demak, bu yerda rangi mana o'chib qoladi ozgina. Ocharib qoladi rangi. Bu xodim kira olmaydi. Saytga kira olmaydi. Agar siz xodimni haydab olgan bo'lsangiz, unda umuman qizarib turadi. Hech qachon u xodim kira olmaydi, ishlata olmaydi. Lekin yangi bu shoxobchaga yana bitta xodim qo'shadigan bo'lsangiz, u eski o'sha oldi berdini o'zi davom etib ketaveradi. Shunisi bilan qulay, xudo xolasa. Demak, buni faol qilib qo'yamiz.